Bugunga kelib ushbu grafikni juda ko'pchilik tomosha qilishga odat qilib oldi. Negadir doimiy ravishda ushbu grafiklarni kuzatishni boshladi. Va bu grafiklarda ustun shaklidagi chiziqlar mavjud. Bu chiziqlar nimani anglatadi? Biri uzun, biri kalta, qolaversa ranglarga ham ajratilgan. Biri yashil, biri qizil. Bu joylardan millionlab pullar ishlayotganligini eshitdik. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Va bundan tashqari bu joydagi ustun shaklidagi chiziqchalar biridan ikkinchisiga o'tishni boshlaydi. Buni kim boshqaradi va qanday tartibda amalga oshadi? Aynan mana shu savollarga javob topishimiz uchun ushbu videorolikni boshidan oxirigacha to'liq ko'rishni tavsiya beraman. Ushbu videorolik bu sohaga endi qiziqqan va yangi kirib kelganlar uchun juda ham qo'l keladi va haqiqatan ham ushbu joyda daromad topish mumkinligini yoki mumkin emasligini tushunib olasiz. Sizlar bilan GXFIS kanali, barchaga salom. Ushbu ko'rib turgan ustun shaklidagi chiziqchalarimizni nomi yapon shamchalari deb nomlanadi. Ushbu yapon shamchalari nimani anglatadi? Ushbu yapon shamchalari ma'lum bir vaqtda shakllanib yakunlanadi. Misol uchun, kunlik time frame'da bir dona shamning ochilib va yopilgan vaqti bu 24 soatga teng bo'ladi. Va ushbu shamlarni ikki xil rangini ko'rib turibmiz. Yashil va qizil rangini. Bularning bir-biridan farqi nimada? Narxning ochilgan nuqtasi kun davomida yuqoriga o'sgan bo'lsa, bu degani sotib oluvchilarning soni ko'pligidan dalolat beradi va shamchaning yashil rangi paydo bo'ladi. Qizil shamning shakllanishi xuddi shuni aksi. Ya'ni ochilgan nuqtasidan kun davomida pastga narx harakatlangan bo'lsa, narxning tushishi kuzatilgan bo'lsa, qizil shamcha shakllanadi va bu degani sotib yuboruvchilarning soni ko'pligidan dalolat beradi. Nega aynan yapon shamchalaridan juda ham ko'p treyderlar foydalanishini sababi oddiygina. Bu shamchalar yordamida narxning yuqoriga o'sishi yoki tushishini tushunib olish juda ham oson va soddaligi uchun shu tartibdagi grafikdan foydalanib savdoni amalga oshirishadi. Ana endi biz grafikdagi yapon shamchalarini nima ekanligini tushunib oldik. Bizga bu savdo qilishimiz uchun yetarli hisoblanadimi? Albatta yo'q. Faqatgina bu nima ekanligini bilib oldik. Tasavvur qiling, biz hozir 1 soatlik vaqtda turibmiz. Har bir shamning davomiyligi 1 soatga teng. Bu 60 daqiqa degani. Biz tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa, 1 soatlik shamlarda turgan vaqtimizda narxning yuqoriga ketma-ket o'sishini kuzatishimiz mumkin yoki ketma-ket pastga tushishi. Vaholanki albatta narxning bir joyda turishini ham kuzatishimiz mumkin. Bu degani narxning har soatda yuqoriga o'sayotganligini yoki har soatda narxning pastga tushayotganligini tushunib olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu holatda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa narxning yuqoriga o'sishi yoki tushishiga nima sabab bo'lyapti va nima sababdan bu o'sishda yoki tushishda davom etyapti. Misol uchun, hozirgi kunda tillaning narxi doimiy to'xtovsiz ravishda o'sib boryapti kun sayin. Bunga sabab, ya'ni tillaga bo'lgan talabning kuchayishi. Ya'ni tillani o'zida saqlab olishni, o'zida bo'lishini xohlovchilar ko'pligidan dalolat beradi. Ya'ni tillani sotib olayotganlar soni juda ham ko'p. Shuning uchun tillaning soni kamayadi va sotib oluvchilarning soni ko'payganligi hisobiga narxning avtomatik tarzda qimmatlashib borayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va ushbu yapon shamchalarimizning ko'rinishi kundan kunga yoki har soatga yuqoriga intilayotganligini va yuqorida ochilgan narxidan yopilayotganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Narxning tushishida ham xuddi shuni aksi ko'rinadi. Va har bir shamning yopilish va ochilish holatiga qarab savdoga kirish usullari bo'yicha alohida playlistimiz bor. O'tib ushbu playlistdan har bir shamning yopilishiga qarab qanday savdoni amalga oshirishni o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu videorolikda yapon shamchalarining va grafikning qanday shakllanishini qisqa tarzda ko'rib chiqdik. Ma'lum bir aktivni sotib olishimiz yoki sotib yuborishimiz uchun biz to'g'ridan-to'g'ri bozorga chiqa olmaymiz. Albatta, buning uchun bizga qaysidir broker kerak bo'ladi. Ma'lum bir brokerni tanlaymiz va ushbu brokerdan ro'yxatdan o'tgandan so'ng bizning hisobimizdan aktivlarni sotib olish yoki sotib yuborish tugmasini bosishimiz bilan shu zahoti ular bizni o'rnimizga amalga oshirib beradi va biz xohlagan aktivda savdo qilish imkoniyatini yaratib beradi. Qaysi brokerni tanlashni bilmayotgan
istagan bo'lsangiz, video havola ostiga playlistini joylab ketaman. Ushbu men ishlaydigan brokerlar bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Chunki ko'p yillardan beri ushbu brokerlar orqali savdoni amalga oshiraman. Bular hammasi ishonchli brokerlar hisoblanadi. Aytib o'tganimdek, ushbu videorolik birinchi videoroligimiz hisoblanadi. Qolganlari ham asta-sekinlik bilan chiqarib boriladi. Noldan ushbu sohani o'rganish uchun. Yana bizga muhim jihatlaridan biri savdoni amalga oshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri sotib olish yoki sotib yuborish tugmasini bosish bilan bu joyda daromad qilish imkonsiz. Qachonki ma'lum bir strategiyani o'rgangan holda, ushbu strategiyaning shartlaridan chiqmagan holda, barcha shartlarini bajargan holda savdoni amalga oshirish sizni daromadga olib keladi. Shuning uchun ham juda ko'p treyderlar aynan mana shu sohada ko'p pul yo'qotishlarini guvohi bo'lganmiz. Nega ko'p treyderlar bu sohada daromadga erisha olmaydi? Aytib o'tilgandek, ruhiyatni to'g'ri jilovlay olmasligi, strategiyadan shartlarini bajarmaslik va pulni to'g'ri taqsimlamaslik oqibatida o'z pullarini yo'qotishiga olib kelishini kuzatganmiz. Shuning uchun ushbu sohani chuqurroq o'rganishga va boshlang'ich ma'lumotlardan boshlab toki so'nggi ma'lumotlargacha o'rganib, malaka oshirib, ana undan so'ng daromadli savdolarni amalga oshirishingizni xohlab qolgan bo'lardim. Va bugungi video darsligimiz kirish qismi deb olsak ham bo'ladi va qolgan qismlarida aynan trading sohasiga asoslangan boshlang'ich ma'lumotlarni to'liq hammasini boshidan oxirigacha ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Agar ushbu video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, o'z fikringizni video ostida qoldirishingiz mumkin va yangi kirganlar uchun tavsiya, aynan sizlar nimani o'rganmoqchisizlar, shu to'g'risida o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.